Notebookda turib charchab ketdim, ko'zlarim og'rib ketdi. Barchaga salom qilaman. Men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Bugun biz bugun uxlash kerak. Hozir notebookda o'tiruvdim. Kanalimni qarab, bir narsalar qilib, nima tuqlatishadi shunaqa kechqurunda. Tushunmadim. Qishloqmi? Hozir ochaman. Salom Kompot, iltimos bugun seniki uyda yotib turay. To'xtab turib o'ylanib ko'ray. Yo'q. Iltimos Kompot, meni uyimda uxlolmayapman, iltimos. Nimaga uxlolmayapsan? Uying qara, normalniylay, cho'tki-po'tki hech narsa yo'q-ku. Yo'q Kompot, men kechqurun u yerda ovozlar eshityapman. Nima? Yana qanaqa ovozlar? Qo'limni tagida qanaqadir qo'rqinchli ovoz eshityapti. Aytib berolmaysanmi? Qanaqa ovozlar? Men bilmayman qanaqa ovozligini, lekin undan keyin zombini ovozimi yoki undan dahshatliroq ovozlar eshitilyapti. Judayam qiziq. Hozir tekshirib ko'raylikchi. Xo'sh, ehtimol qilichni olamiz. Davay. Xo'sh. Balki atrofda bordir zombi. Yo'q, bu tarafda ham balki borib turibdi. Yo'q. Balki uyimni tekshirib ko'rsa, balki uyimdadir. Ha, mayli, hozir tekshirib ko'raylikchi. Xo'sh, yo'q, hech narsa yo'q-ku. To'xtab tur, ovozini eshitasan hozir. Hozir ovoz eshitiladi. Jim turib tursang ozgina. Lekin bu yerda hech qanday ovoz eshitilmayapti. Aniq eshitganmiding o'zi? Kompot, nima bo'lsa ham qo'rqyapman, iltimos. Bugun senikida yotib ko'ray, iltimos. Ha, mayli. Shunaqa nadya qilib tashlading, ha, mayli, bo'pti. Rahmat Kompot, lekin menga ishlamayotgani yomon bo'ldi, lekin juda ham qo'rqinchli ovoz eshityapti. Xo'sh, bo'ldi, qarab ko'raylikchi. Balki yashirin eshik bordir, balki kimdir sening uying tagida kimdir yashayotgandir. Yo'q, hech qanday eshik yo'q. Ha, mayli, ehtimol qarshi sening uyingda yotib turay, iltimos, maylimi? Xo'p, mayli, faqat mana bu narsalaringni olib o'zingni. Xo'sh, hozir vestagimni olaman va sekinga mana bu divanda hozir ovoz, yana o'sha ovoz, tezroq ketdi, boshqa Salom, qishloq, yaxshimisan? Kompot, bugun kechqurun ovoz eshitdim. Nima, yana o'sha ovozni eshitdingmi? Ha, kechqurun uxlayotganimda juda ham qattiq ovoz eshitdim. Judayam qiziq. Men hech qanday ovoz eshitmadim-ku. Eshitdim. Juda ham qo'rqinchli. Bu ovoz zombida ovoziga o'xshamaydi. Bu boshqa ovoz. Bu Minecraftda bunaqa ovoz bo'lmaydi. Qanaqasiga bu? Balki bu zombi mutator bo'ladi, lekin juda ham qo'rqinchli. Bo'lmasam sening uyingga borib, senga ehtimol qarshi qilich beraman, o'zingni asrashing uchun. Ha, Kompot, katta narsa bo'lsa men hozir uni qilichda o'ldira olaman. Yana qanaqa katta monster? Hech qanday monster yo'q. Balki bu juda ham kattadir. Yo'q, bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Minecraftda bunaqa narsa yo'q. Mayli, bo'ldi. Sen bora qol, iltimos. Boshimni og'ritma, iltimos. Ha, xo'p, bo'pti, men ketdim. Xo'p, qishloqqa yaxshi bor. Maylimi, bo'ldi, ishlarim qilishim kerak. Bo'ldi, o'zingga bos qishloqqa. Hech narsa bo'lmaydi, hech qanaqa narsa yo'q. O'zimiz xotirjam. Bugun juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Kompot ham ishlayapti. Maza qilib, qarang, maza qilib o'zimga choy damlab, maza qilib ichib o'tiraman. Yana o'sha ovoz eshitilyapti. Yo'qmi, o'sha ovoz eshitilyapti. Yo'q, bo'ldi. O'zimga kelishim kerak. Bo'ldi, hoziroq. Men buni bilishim kerak. Hozir buzib ko'ramiz. Oppa, bu nima? Menga eshitildimi yo shunaqa tuyuldimi? Hozirgina qishloqim baqirdi. Yo menga shuna tuyuldimi? Yo'q. Qishloqqa. Qishloqqa. Qayerdasan, qishloqqa? Uydamisan? Yo'q, o'sha eshitib ketibdi. Ha, uyda bo'lsa kerak. Yo'q, bu yerda yo'q menimcha. Balkim bironta joyga ketgandir. Ha, mayli, bilmadim. Kommentariy yozib ketinglar, o'zi qishloqqa ketdi. Nima bo'ldi? Mayli, nima bo'lsa ham juda ham g'alati. Birdaniga ketib qolishi juda ham g'alati. Mayli, balki ketgandir. O'zinglar komment yozinglar. Tak. Hop. Yana taqillatishyapti. Bugun ham qo'rqyapti menimcha qishloqqa.
Salom qishloq. Salom Kappot, sen jigarrang qishlog'ini ko'rmadingmi? Ha, ko'rdim, faqatgina ertaman. Menga kecha aytgan edi, ertaga bo'ldi bo'sh bo'laman deb. Bilmadim, balki banddir, balki ishi bordir. Judayam qiziq Kappot, lekin eshikni ochmayapti-ku og'ir. Bilmadim, hozir o'zim ochib ko'raman hozir. Qishloqqa uydamisan? Qishloqqa. Aytibki eshikni ochmayapti deb. Qishloqqa eshikni och, bo'lmasam o'zim kiraman. Tushunmadim, uyda yo'qmi? Judayam qiziq qayoqqa ketgan o'sha. Bilmadim, balki shaharga ketgandir u. Qishloqqa qayerdasan? Bu nima? Nima uni poli buzilganmidi? Men unga aytganman, qaramagan. Nimani ovozi eshitildi? Yo'q, bu nimani ovozi? Tushunmadim, bu nima? Yana shu tovush. Ha, bu tovushni ertaman eshitgandim. Qishloq aytgandi. Yo'q, bu nima bo'ldi? Buni ichida nima bor? Kappot, sening yuzingga nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi bu yerda? Men pastda juda ham katta maxluqni ko'ryapman. Juda ham katta, judayam. Nima? Maxluq? Judayam katta maxluq. Judayam. Ha, men eslashimcha 8 necha yil oldin ko'rgan edik buni. To'xtab turing Kappot. Bu maxluqni o'sha kuni o'ldirgan edik-ku og'ir. Bilaman, qayerdan paydo bo'lib qoldi bu? Qayerdan? Hammasi juda ham yaxshi ketyapti. Sinovimiz o'tsa bo'ldi. Yo'q, endi nima qilamiz? Qanday qishloqning uyiga yordam beramiz? Endi jigarrang qishlog'ini ko'ra olmaymizmi? Nima qilamiz endi? Men bilmayman. Juda ham qattiq ovoz-ku bu. Aytgancha Kappot, men bitta elektron pushka yaratgandim. O'shani sinab ko'rasanmi? Nima, menmi? Yo'q. Nimaga men обязательно sen tushsang bo'lmaydimi? Yo'q. Nimaga? Axir meni qo'llarim yo'q, seninga bor-ku. Bironta komandalarni yozib ko'ra. Mayli, bo'ldi. Sen to'g'risa, mayli, roziman. Qishloqqa men tayyorman, polniy. Judayam yaxshi Kappot, omad. To'xtab turing, qishloqqa men olti olma yuvmasam bo'lmaydi bitta. Bo'ldi. Endi pastga tushamiz. Yaramas, mana. Oy, juda ham ko'p jonyapti. Men tarafga yaqinlashma, yaramas. Mana. Yumay, qochish kerak. Mana. Bo'ldi. O'ldirdik, urra. Rahmat Kappot, rahmat. Buncha qiyin bo'lmadi, manaqa pushka bilan. Nima shunchalik tez o'ltirib yubordingmi? Lekin nima bo'lsa ham rahmat. Qishloqqa sen aytganing senga ishonmaganim uchun uzr. Ha, mayli. Endi bo'lgan ish bo'lib o'tdi, lekin rahmat. Sizlarga mana buni tashlayman, chiqib olinglar. Ha, hozir. Yur, ketdik, men chiqib ol, bo'ldi, ketdik, tashqariga chiqamiz. Bo'ldi. Endi esa taksiga tushib olamiz, bo'ldi. Rahmat, juda ham kattakon. Qishloqqa juda ham kattakon rahmat. Manaqa pushkasiz o'ltira olmasdim. Endi Kappot, lekin bu hali bir kichinasi ekan. Bundan katta ham bor. Tushunmadim, qanaqa kattasi? Bundan ham kattasi bor. Oldin o'ltirgan bo'lsak, hozir ham o'ltirgan bo'lsak, demak yana kelishi mumkin bu. Iltimos, bu safar meni uyim tarafga kelmasin. Yo'q, bu qanaqa maxluq bo'ldi? Qanaqasiga kim qilgan bo'lishi mumkin bu ishlarni? Tushunmayapman. Kommentga yozib qo'ying, iltimos. Kim bu ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin? Qanday? Bu o'zini-o'zi kelib qoladigan narsa emas-da. Kim bo'lishi mumkin? Tushunmayapman haligacha. Xijolat bo'lma Kappot, o'zim yaxshilab tekshirib ko'raman, kim qilganini tekshiramiz. Rahmat yana bir bor. Sen bo'lmaganingda sen qila olmasdim. Rahmat, juda ham kattakon rahmat. Endi hech qanday maxluq kelmaydi deb umiddaman. Ha, sinov juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Ha, juda ham yaxshi bo'ldi hammasi. Endi esa kattasiga navbat. Nimaga maxluq aynan meni uyim tagida bo'ldi? Men bilmadim, balki maxluqni kimdir shu yoqqa olib kelgandir yoki qanaqadir nimadir, bilmadim, lekin qaranglar, g'alati narsalar. Balki kimdir chaqirganmi, bilmadim, hayronman. To'g'ri aytasan Kappot, bu o'zi kelib qoladigan narsa emas. Buni kimdir qilgan, aniq. Ha, to'g'ri, lekin buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Ha, buni hozir o'ylash shart emas, keyin o'ylaymiz.
Ha, bo'pti. Lekin buni aniq oddiy odam qilmagan, buni professional odam qilgan. Bu вообще imkonsiz narsa, lekin bilmadim nima bo'lsa ham bo'ladi. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta rahmat. Videomni o'sha ko'rganinglar uchun. Mayli, sizlar men Kompot bo'ldim. Keyingi videomizda ko'rishguncha hammaga xayr. Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Shu bo'ldi, hammaga xayr.